Mana bugun haftaning dushanba kuni Toshkentdan Ostona yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi qo'yilgan. Davlat tomonidan muhimi, bu yo'nalishlarimizda Toshkentdan Balxash, Qaraganda, Petropolsk shaharlariga ham yetib olish imkoniyatlari mavjud. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq qo'ying. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Ayni damda biz havo sovuq, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan tashqarida turibmiz. Avtobusimiz esa eng asosiysi spalnili, har bitta yo'lovchimiz uchun alohida yotoqli joylar yoki ona bolalar uchun ham bemalol 2 kishilik yotoqli joylarimiz ham mavjud. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Eng asosiysi har bitta yo'lovchimiz uchun kerakli bo'lgan Wi-Fi tizimi mavjud. Keling, yaqinroqdan ichkariga kirib kuzatib ko'ramiz. Ayni damda hozir avtobusning ichki qismidamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, har bitta yo'lovchilarimiz uchun shinam bo'lgan yotoq joylarimiz mavjud. Har bitta yo'lovchimiz uchun esa alohida zaryadniklar mavjud. Kimningdir telefon quvvatlagichi o'tirib qolgan taqdirda bemalol foydalanib ketish mumkin ham desa, mana bu raqamlangan joylarimiz joylarini adashtirib qo'ymasligi uchun yo'lovchilarimiz esa yuklarini tepaga bemalol joylashtirib olishi mumkin. Qishin yozin ishlaydigan issiq hamda sovuqqa moslashuvchan konditsionerlarimiz ham bor. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda. Like va podpiska bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.